Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Andijon ekonom pechka xizmatlarimizni tavsiya qilamiz. Usta tugash jarayonida mana yaxshi yana bir xotirjamlikka mana xudo xolasa tortishlari yana effekti odamlarga qulaylik, tushunmovchiliklar bo'lmasin deb har xil holatda eng birinchi roli mana shu tortishni mana ko'rilsa qaysi darajada e'tibor bilan qurilyapti. İnşallah shu nomerda telefonlardamiz, xizmatlarimiz xolisi kelishilgan holatda. İşlerimiz olib qo'yilgan pechkalarimiz sifatli o'zimiz ustalar qatoridan quriladi. Ko'ryapsiz mana saytlarda bizga ham noqulaylik bo'lyapti. Har xil pechlar effektlar chiqib qolyapti. İnşallah olib boramiz. Sifatli narsalar, mahsulot ko'rsatib egasiga shundan keyin ish jarayoniga tushishni biz qulay deb bilamiz. Tozalash jarayonlari har tomonlar asbest turbalar effektga stik qilib, stik bilan chiqaryapti. Xotirjamlikka kafolat beramiz inshaalloh. Ish tajribamiz, stajimiz bor. orqa tomonda ko'rinishi ham Orqa bor. tomon ko'rishlari, Ko'rsatib qo'ying usta. Mana xudo xohlasa orqa tomon ko'rinishlarimiz ham. Nihoyatda pishib ishlar mustahkam. Xudo xohlasa mana xotirjamlik. Orqa tomon addelkada jiroli ko'rinish, dizaynlar ko'z oldimizga keltiramiz. O'rtalar mana duxovka holatlarimiz, har holatlari mana ikki tomonlama. O'ta effekti hech qanday bir utechka, unday narsalarda kutilmaydi bo'lishi ham mumkin emas. Chunki sinovimizda o'tgan tajribalarimizdan kelib chiqib gapirilyapti. Bu pechkamiz necha xonali uylar istar endi usta? Bu pechkamiz mana shu 2 xonali uylarda bemalol o'ta darajada istaladi. Endi talablarga binoan 1.5 pechkalarni ham tavsiya qilishimiz mumkin. Lekin bu 30 sm balandroq mana shu talablarga binoan shuni qo'yib berdik. Biz zakazchilik har qanaqa qabul qilaveramiz o'rtalar. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab xudo xolisa. Dastlabkilarimiz, qulayliklarimiz bor. Dastlabkilarimiz kelishilgan holatda o'z narxida shunaqa qilib olib borib Pechkalarimiz qanaqa listda bo'lgan? Pechkalarimiz turli listlarda, tepasi 5 li listda o'rtalar. Mana o'ta tushungan odamlar bizga unaqa yolg'on gap, turlimi, turli. Yonlari turli listda, tepasi o'ta qulaylik uchun 5 li listda. Vaqtiga kelib eng issiq turadigan yerlarimiz. Duxovkalarimiz mana ko'rinishi, dizaynlari ham chiroyli. Ochib qo'ygan holatda bemalol ishlarimiz effektini o'ta 2 barobar beradi. Mana shu jarayonni yana bir marotaba mana e'tibor berishlarini xohlaymizda. Mana tortishlari biz